Bu videomiz 5-modulning 2-mavzusiga bag'ishlanadi. 5-modulning 2-mavzusi esa psixologik barqarorlik hamda emotsional intellekt deb nomlanadi. Boshqacha so'z bilan aytganimizda, bu modulda o'zi psixologik barqarorlik nima? U qanday qilib amalga oshirilishi mumkin? U tug'ma bo'ladimi yoki inson hayoti davomida orttirishi, shakllantirishi mumkinmi? O'zi emotsional intellekt nima? Oxirgi kunlarda bu oxirgi yillarda desam bo'ladi, juda bir qo'sh tirnoq ichida modniy urfga kirgan so'zga aylandi. Hamma uni rivojlantirish kerak, u ko'p narsaning asosi deb gapirishyapti. Xo'sh, uni qanday qilib rivojlantirishimiz mumkin? Uni darajasini biz o'zimizda qanday qilib tekshirib olishimiz mumkin? Aynan shu mavzularda 5-modulning 2-mavzusida gaplashamiz. Xo'sh, sizda savol tug'ilishi mumkin, o'rinli savol tug'ilishi mumkin. Nodavlat, notijorat tashkilotlariga qanaqa qilib psixologik barqarorlik hamda emotsional intellektni kerakli bo'lishi mumkin? Qaysi jabhalarda va qanday yo'nalishda, qanday qilib, eng muhimi biz undan foydalanishimiz mumkin? Bu savolga javoban Prezidentimiz Shavkat Miromonovichni NNTlar haqida gapirib o'tgan fikrlarini misol keltirsak, eng to'g'ri yechim shu bo'ladi deb o'ylayman. Ularning fikrlariga ko'ra, NNTlar hukumat hamda xalq o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaradi. Xo'sh, NNTlar ko'prik vazifasini bajarar ekan, demak bu yetarlicha katta mas'uliyat deganidir. Katta mas'uliyat bilan siz xalqning o'rtasidagi, xalqning orasidagi muammolarni, muhim va dolzarb bo'lgan masalalarni ko'tarib chiqar ekansiz. Siz ularga shunchaki yuzaki emas, shunchaki ma'lum bir alohida bir jamoalarning fikridan kelib chiqib emas, aksincha tubdan yondashishga harakat qilishingiz kerak. Buning uchun siz insonlarning fikrini to'g'ri anglashingiz uchun, idrok etish darajangiz yuqori bo'lishi uchun, har qanday vaziyatda ham o'zingizni xotirjamligingizni saqlagan holda oldingizga qo'ygan maqsadga tekis to'g'ri borib erishish uchun siz birinchi o'rinda psixologik barqaror shaxs bo'lishingiz kerak. Psixologik barqaror shaxs bo'lishning eng to'g'ri yechimi esa bu stereotiplardan xoli bo'lish birinchisi va ikkinchisi emotsional intellektni rivojlantirish ekan. O'ylaymanki, 5-modulning 2-mavzusini o'qish vaqti keldi.